Assalomu alaykum hammaga. Bugun HTMLda forumlar bilan ishlashni davom ettiramiz. Oldingi darsda esa biz forum, input, text array, select va buttonni ko'rgan edik. Bu safar esa biz label, recurrent, checkbox, radio haqida ko'ramiz. Kelinglar birinchi bor forum yaratib olamiz. Forum yaratamiz. Forumning ichida label qilib, label ismingiz va 2 nuqta qilamiz va uni tagida esa input type qilamiz. Input type text. Label inputni nomini yozib beradi. Natijada esa ismingiz degan yozuv chiqadi va tagida input bo'ladi. Ikkinchisi esa recurrent input type email recurrent. Agar foydalanuvchi yozmasa forma yuborilmaydi. Uchinchisi esa checkbox. Bunga ham input yaratamiz. Input type'ni checkbox qilamiz va men qoidalarga roziman. To'rtinchisi esa bu radio. Input yaratamiz, type'ni esa radio qilamiz. Radio name berib, unga gender beramiz, gender. Va erkak. Yana bitta input yaratib, uni ham type'ni radio qilamiz va name'iga gender beramiz. Gender. Va bunisini esa ayol qilamiz. Ayol. Faqat bittasini tanlanadi. Yakuniy kod esa bu yerda forum bilan ismingiz bo'ladi. Keling, mana shu label ismingizni email qilib va jinsingizni ham qilamiz. Ismingizni o'rniga email va ismingizni o'rniga bu yerda jinsingiz bo'ladi. Jinsingiz. Kelinglar buni inputsiz qilamiz. Inputsiz qilib oddiy p yozib qo'yamiz. Jinsingiz. Va bularni tepaga chiqazamiz. Va biri qilib qo'yamiz bu yerda ikkita. Biri. Input checkboxni bu joylashtiramiz. Va aytgancha men bu inputni o'chirib tashlab, har bir inputni tagiga recurrent deb yozib chiqamiz. Recurrent. Bunga ham recurrent. Keling mana shu kodni classer qilib ko'ramiz. Classer qilamiz. Mana ismingiz toza, emailingiz mana, jinsingiz ayol. Men qoidalarga roziman. Va bu yerda button qilish esdan chiqib qolib ketibdi. Button yaratamiz, yuborish. Va boshdan yozsak, toza, email bu, jinsingiz ayol, men qoidalarga yozaman, yuborish. Va bugun formalar bilan ishlashni davomini ettirdik. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.